Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığına bir ayel geldi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men zina qilib koydum dedi. Ketar, ket dedi. Meni quvmangiz dedi. Men de diqqabat bo'lib qoldim dedi. Onda bar tuğup geldi dedi. Vaqt saati kelib ol tuğdu. Tuğup alıp geldi. Men de tuğup geldim dedi. Qarangizda sahabiy ayellerning qay darajada iymonlarining kuchliligini qarangda. Men zina qilib qo'ydim deb bordi. Ya'ni kuyovi bor ayel zina qilib qo'ygan bo'lsa, uni tasviran qilib o'ldiradi. Erkek bo'lsa, ayeli bor bo'lib turib zina qilgan bo'lsa, uni tasviran qilib o'ldiradi-da. Balan tuğup kelib edi, endi balan dedi yemshekdan chiqarib keldi. 2 yil onu yemshekka yemizib, yemshekdan chiqarib keldi. Meni balani yemshekdan chiqarma. Endi onu birovga topsir. Shedib jag'i ayel keldi, mo'yinna sheyin ko'mdi-da, shedib tasviran qilib urib o'ldirdi. Zina istesang bo'ladi. Zina istesang bo'ladi. Qachon o'sha dunyodagi tasviranga chidaydim bo'lsan. Al bizde hazır qo'g'amda zina istemaydigan adam qolmay жатыр. Durustmi? Saunangda bari bor. Ko'shingda da bari bor. Qalalarda qancha yerlerde bor. Tüpten adamlar bile anav zina qiladi deydi, anav palanchi deydi, anav ko'belek deydi, anav burgut deydi, anav qarg'a deydi. Bärin biladi adamlarchi. Allah saqlasin, zina egarda ashilib ketadigan bo'lsa, zina eğer aşılıp giderimiz o yerge Allah'tan bir belesi gelir. Endi biz oylaymiz, nege endi kemey жатыр deymiz koy. Nege kemey жатыр deymiz. Bırak dinsiz bolup kaludun özü öte ülken bir musibet bol. Ne bir üyler var namaz okunmaydı, ne bir üyler var deret alınmaydı, ne bir üyler var caynamaz yok, ne bir üyler var Kur'an yok, ne bir üyler var azan aytılmaytan üyler var.